İşimizin devamı endi muhakeme vaziyet ve muhakeme değil. Pul dedik, ötkende bir dedik vatandaşlar biz bu sahadaki banka yaka pul yaka dollar tegişirmey koy. Yaka tamojna degendek, ayrıvaşlaş degendek her xil pullar. Muşu ağırlıqda bulup ötken bazı uyullar sizlerinin nəzirinladı ba vatandaşım. Çünkü Vladimir Putin prezident bilen hemkarlaşıp birleşip iki devlet oturusundaki soğudu münasebetlerini dollarını kıkıp çıkarıp bitiş asası da rubli bilen hesaplaydıgan boldu vatandaşım. Xitay pulu bilen yuan bile hesaplaydıgan tarafın bağımı kadar taza enek emas ötküzü ötken ben bu haberini. Onun ikinci noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet erbapları hem Rusya ile birleşip özara soğudunu rubli bile hesaplaydıgan boldu vatandaşım. Demek, muşunda ahval aslında siz halkara cemiyeti, yani qaysı kim kimle dollarga zərbi vermekçi bolgan ekensiz, dollarının kımmeti ve dollarının küçüğünü qoğdap qilish üçün Amerika Qo'shma Shtatları neme qilaman dese to'g'ri. Biz dedik sizlarga 75 ma deydiken Xitoycha bu nima ekanligini bilmadim. Mush yaqindan beri dollarning o'simi o'stirildi o. Hozir ham boshda aytdik o. Dağdam yo'lda marşqa desigandek dastlab ketyapti u da. Lekin mush arliq shu so'zni qistirib qo'yaylik. Masalan, pul qaraydigan yillar to'g'ri betida 3 qitim uda mushu to'g'rida pul, dollar tegishilish, pirvot degan to'g'rida. Leksiya so'zlab 3 qitim 1985-yil degan xatni ekranga chiqarib qo'ydi. Lekin 1985-yil degan xatni ekranga chiqib pulga qaraydigan yillar mushu yilda mushundaq ish bo'lganti degan gapni eg'izga olmadi. Sababi nima? 1985-yil butun dunyoga ayon ish. Şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining Zapas pul komitetiga boshliq bo'lgan Frank efendi, meni esimda qolishimcha Frank edi. Dollarning o'simini shu darajaga elib chiqdiki, oqibat nim bo'ldi? 1985-yillardan boshlab vatandosh Yevropa, Sharqiy Yevropa, agishlar Rossiya, sobiq Sovetlar qaynam tashqinliq bir kurashning ichiga kommunizmdan chekinish, kommunizmni rad qilish, kommunizmning iqtisod egiligini tashlab etish, cho'rib etish, erkin bozorga o'tish, jamiyatni erkinlashtirish. Mana shu. Ya'ni demokratik iqlim dolqini, demokratik kurash dolqini ko'tarildi. Aqbat endi siz bizga ayon qo'ygan taqdir. Mushu orliqda demak qaytib kelsak, gapimizga pul qaraydigan yillar 3 qitim ekranga yozib 1985-yilda. Demek bugün dollarning o'simini o'stirish yoki dollarning hozirgi vaziyati kuchayib kelishi ayni chog'dagi 1985-yilga o'xshaydi degan gap. Ekranga chiqarib qo'ygan ekan, bugun dollar yana shu vaqtga, ya'ni 1985-yildagi qudratli kuch bilan dunyoda ilgarilatmoqdan iborat mush vaziyatga chiqdi degani, ana oxirini o'zingiz tushunib olsangiz bo'ladi vatandosh. Bugün maqal nima debdi? Endi chari yo'q senda. Dollarga tegishilish 1/1, 7/1, 6/1 degan gapni tugidi endi. Hozir 7'de 2 mo'g'i chiqqan kun Jungodan bütün kapital yoki bütün mablag' chekinadi deydi. Vaqtida Jungoning iqtisodini biz hozirgacha nima deb keldik, nima deb so'zlab keldik sizlarga vatandoshlarım? Az so'zladik, az so'zlasakmi? Jungo iqtisod mesela öy mülkçilik huquqi nima? Öy mülkçilik iqtisodi tijarati tugashdi dedik vatandosh. Cho'ng shirkatlar taqaldi dedik vatandoshlar. İşten to'xtadi, ish bo'shdi. Endilikda yaqindan beri mulozimlar, davlat mulozimlarini ishdan qisqartish boshlandi vatandoshlar. Anda joylarda, yerlik hukumatlarda moliya qiyinchilik o'tirg'i chiqdi vatandoshlar.
Devletin maliyesi acizildi o'ttirg'i chiqdi degan gap. Mushlarning hammasi Jungoda siyosat bilan birlashib keladi. Endi bugun mushuningda sizlarga yetkazadigan uchur emas, vatandosh. Chari yo'q. Dollar kuchaydi. Tegishli hozir Jungoda 7'de 1, 1'de 175 liga chiqdi. Az kunda bu 7'de 2 moğa chiqadi. Xatarlik, lekin gap bu yerda Jungo doiralari Hükümet tarafından mecburi aralışlı yol salishi mümkün. Lekin onun akıbeti qandaq deb Shveysariyalik mümkün emas. Yani çare yok deydi. To'sib qololmaysan bu yol ne deydi. Demek dollar küçüydü, senin pulunun kıymeti düşürdü. O vaqtda bozorning ahvoli nima bo'ladi? İqtisodiy turmush nima bo'ladi? İşlep chiqarish nima bo'ladi? Savdo, tijorat, eksport, import nima bo'ladi? Yani siz bunu o'zingiz tasavvur qilib baksanız, Jungoning buningdan keyingi taqdiri yoki dollarga pulga bog'lanishlik taqdiri mana shunday. Uçuq aytganda hozir boshda nimada boshqa davlatlarmi degan gapni qildik. Esingizda bo'lsin. Jungoning butun iqtisodi, butun renminbi xalq puli bu dollarni asos qiladi vatandosh. Masalan, bozorda yükselish, tushish, qimmat bahodagi tangpungsizlik, ishlab chiqarishning taraqqiy qilishi chekinishi, nisbiy turaqlik faqat dollar orqali kapolatga ega bo'ladi vatandosh. Endi bu dollar Jungoga yuanga, Xitoy puliga qaysi besim bilan yetib kelyotidi, qanday munosabat qilyotidi tahlil qiling vatandosh.